Hop akalar, 75 yillik mashina turibdi arqamda. Men buni uy sharoitida restavratsiya qilishni boshladim. Faqat qo'llab-quvvatlab turasizlar, like bosib, maksimum poddeshka qilib, mana shunaqangi antikvarniy bir noyob mashinalarga ishqiboz bo'lgan akalarga jo'natib qo'yasizlar. 75 yil bo'lgan mashinaga qo'yasiz. Vaqti dahshat. Urushdan keyin ishlab chiqarilgan 50-yili. Nomini bilganlar kommentga yozib ketinglar. Nima apparat bu? Men o'sha restavratsiya boshladim. Balonlari hali ham o'sha SSR modelda turibdi hali ham. Sostoyaniyasi vaqti chotki, baquvvat turibdi. 75 yillik mashina. Bunaqa turishi juda muammo. Mana ichlari o'zi chochib tashlaganman, ichlarini ham o'zi. Baquvvat ekan, hali sostoyaniyasi zo'r. Xudo xolasa buni sekin apparatni joyiga keltiradi. Qarang, ilgarigi dizaynerlar bari ancha aqlli bo'lgan. Mana arqa nima yo'q, burchi yo'q. Вообще chotki model, dizayn chotki ishlangan. Mana ruchkalarni ko'ring. Вообще baquvvat ishlangan. Bu juda noyob mashina. Mana bu rasmdagida qangi mashina bo'ladi. Qop-qora qilamiz, xudo xolasa. Ko'rib, voqealar rivojini kuzatib boring.